Okali, bu ekskavator puliga mana yangi pochka Hyundai'larni olib kelib qo'yib qo'yganmiz. Bularning yili 2025. Endi bu ekskavator olish hojati yo'q. Buni puliga mana sizlarga yangi Hyundai beramiz. Hyundai mahsulotlarini bilasizlar. Bu texnikani maqtashga o'rin yo'q. Bu texnikani bilgan biladi. Texnikamizdan tashqi ko'rinishidan gapiradigan bo'lsak, o'zingizlar mana ko'rib turganingizdek, orqalari обновленный versiyaga ega, dizaynlari ancha chiroyli chiqqan. Xo'p, sof og'irligiga keladigan bo'lsak, 5 tonna 600 kiloni tashkil qiladi. Gabarit o'lchamlari uzunligi 610 metrni, eniga 190 metrni, balandligi esa 280 metrni tashkil qiladi. Ekskavatorimizning ko'rish hajmiga keladigan bo'lsak, 0.28 kubani tashkil qiladi. Akalar, uni buni qo'yinglar. Texnikamizdan komplektatsiyasiga ahamiyat beringlar. Qaychi deysizlarmi, adapter deysizlarmi, avro qaziydigan transheyni ko'rish deysizlarmi, gidromol deysizlarmi, kamper ko'rish deysizlarmi, hammasidan bor. Akalar, yurmaysizlar bozorga. Texnika olgandan keyin yana ateli komplektatsiyasiga narx olish kerak edi. Kelasizlar, shu o'z ishinglar hammasi mana bitib ketadi. Eng qizig'i, gidromolga trubkalari kelgan, qaychilariga hamma narsasiga trubkalar отдельно kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Kabinadan o'tirib, bitta joystick orqali hammasini boshlab tashlasangiz bo'ladi. O'tini переделка qil, botini переделка qilib yurmaysizlar. Shu yerda o'zida mana ko'ryapsizlar, zavodskiy komplektatsiya hammasi. Shu yerda o'zida olib chiqib keturasizlar. Texnikamizning maksimal strela uzunligi 5 metr bo'lib, maksimal chuqurligi olishi esa 3,5 metrgacha tashkil qiladi. Maksimal baland yuklashi esa 30 metrni tashkil qiladi. Bu degani 25 tonnali, 40 tonnali samosvallarni hammasiga yuklasanglar bo'ladi. Akalar, ekskavatorimizning yurak qismiga keladigan bo'lsak, dvigatel 4 silindrli, o'sha mashhur Yanmar dvigateli bo'ladi. Akalar, eng qizig'i, bu texnikamizda injektor emas, apparat turibdi. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, apparat bu solyarka tanlamaydi. Solyarkani qarab quyib keturasiz. Yaxshi solyarka quysammikan, yo'qmikan deb yurmaysiz. Undan tashqari, apparat ketib qolgan taqdirda ham remonti buni arzamagan pul bo'ladi. Injektorda esa bu juda inju narsa. Sa'algina yomonroq solyarka quyib qo'yadigan bo'lsangiz, injektoringiz ketib qolaveradi. Undan tashqari, remont ham ancha qimmat apparatga nisbatan. Yoqilg'i sarfi soatiga 3 litrni tashkil qiladi. Kapotimizdan orqalarini bemalol mana ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hamma yog'i oddiy va sodda qilib ishlangan. Bu ekskavator modelimizda g'ildiraklar soni 4 ta bo'lib, ballon razmeri 12 ga 16,5 beskamerli shinalar hisoblanadi. Akalar, reduktor mostiga ahamiyat beringlar. Amerikanskiy Spicer mostlar bilan jihozlangan. Bu mostni maqtashga o'rin yo'q. Bilgan biladi, qanaqa mustahkam, baquvvat mostligini. Gidromotorlarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Teylarni mana ko'rsating, qanaqa akkuratni chiroyli joylashgan hamma yoq. Keyingi ekskavator baribir boshqachada. Akalar, ekskavatorimizning kabina qismiga keladigan bo'lsak, operator uchun hamma sharoit, hamma komfortlari mavjud. Hop, bu yerda mana monitordan boshlaydigan bo'lsak, hamma pokazatellari ko'rsatib turadi. Yana bitta yaxshi tomoni buni ko'rsanglar bo'ladi. Polni rusifikatsiya qilingan, inglizcha yo bir xitoycha emas. Operator uchun hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Hop, undan tashqari bu yoqlari как sensorning, oldi chiroq, orqa chiroq, strelada turgan chiroqlari, hop, maykchoklarni yoqadigan knopkalari, bu yoqda mana avtogazlari ko'rsanglar bo'ladi. Orqa atvalli joystiklari, operator uchun podlokotnik, hop, deflektorlarni ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Deflektorlar ham bu yoqda joylashgan. Hop, bu yoqda mana radio sistemalari, konditsioner pechkalari, gidrosistemani blokirovkalari, joystiklari,
Yana bitta menga yoqqan tomoni bu rulni ko'rasizlarmi? Qanaqa qulayligi borligini. Bemalol o'zingizdagi to'g'rilib olsanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda mana signallari, dvorniklari, bu yoqda mana oldi xodi, o'rta neytralkasi, orqa xod bo'ladi. Bu yoqda mana o'zingizlar belgilasanglar bo'ladi. Parkovka ishlatayotgan paytda yoqiladi. Mana mana bunisi bu уже yurayotganda переключение qilinadi shu. Shu hamma yoq oddiy. Mana bu yoqda o'sha qaychini gidromobda mana shu oyoq pedal orqali boshqarsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana tormoz pedal, gaz pedal, mana buni ruchnoy tormozga solib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, operator uchun hamma qulayliklari mavjud, hamma yoq oddiy va sodda qilib ishlangan. Akalar, mana texnikani obzorini o'zingizlar ko'rdinglar. Boshinglarni ortib o'tirmanglar. 2016, 2017 bu ekskavator olgandan ko'ra, mana kelasiz, Pochka 2025 ekskavatorni xohlagan to'lov turingizda olib chiqib ketasiz. Naqd deysizlarmi, перечисление deysizlarmi, lizing deysizlarmi, kredit deysizlarmi, hammasidan bor. Kelsanglar bo'ldi.